Dasturxoningiz ko'rkka bo'ladigan juda ham chiroyli oyli medoviy tayyorlaymiz. Bismillah deb boshlaymiz. Shakar bilan tuxumni venchikda aralashtirib olamiz. Alohida idishda asal bilan chayni sodani qizartirib olamiz. Videoda ko'rib turganingizdek rangga kirgandan so'ng margarito margarilaridan solib eritib olamiz. Bir chimdim tuz solamiz va tagini o'chiramiz. Biroz sovigan asalli massani tuxumli massaga solib yaxshilab aralashtiramiz. Unni elakdan o'tkazib solamiz va razirxetil solib aralashtiramiz. Xamirimiz suyuqroq xamir bo'ladi. Ustiga salofan yopib yarim soatga xolodilnikka jo'natamiz. Xolodilnikda biroz qotib, shunaqa plastilinga o'xshagan cho'ziluvchan xamir hosil bo'ladi. Xamirimizni 5 ga bo'lamiz va chiroyli zuvalachalar yasab olamiz. Xamirimiz yopishqoq xamir bo'ladi. Un sepmasdan tagiga va ustiga pergament qo'yib, o'rtacha yupqalida yoyib olamiz. Menda shunaqa oyli idish bor edi, shunda iz tushirib oldim. Sizlar kartondan ham iz tushirsanglar bo'ladi. Chetlarga xamirlarni osonlik bilan ko'chirib olamiz. Uni ham zuvala qilib ishlatsak bo'ladi. Qizdirilgan duxovkaga 180 gradusga jo'natamiz. 2-3 daqiqada pishib chiqadi. Shunaqa quyuqqina morojniy krem tayyorlab olamiz. Uni xaltachaga solib, videoda ko'rib turganingizdek qilib chiqazib olamiz. Tort yaxshilab joylashi uchun o'rtasiga ham krem qilib, qoshiqda tekislab olamiz. O'rtasiga qulupnayli konfet soldim. Sizlar xohishga ko'ra malinadan foydalansanglar ham bo'ladi. Qulupnayli konfetni ham qoshiqda tekislaymiz. Ustidan keyingi qavat oyli korjimizni qo'yamiz. Xuddi shu usulda har bir qavatni yig'ib olamiz. Menda 5 qavat korj bo'ldi. Xohishga ko'ra xuddi shu retseptdan 22 santimetrli medoviy tayyorlasanglar ham bo'ladi. Kremni qolgan qismini ustiga ham chiroyli qilib chiqazib olamiz va ustini bezatishni boshlaymiz. Ustiga qulupnaylarni o'rtasidan kesib joylaymiz. O'zimizga yoqqan eng chiroyli shokoladlar bilan bezatamiz. Bir zumda shunaqangi chiroyli va mazali yumshoqqina bo'lgan shohona tortimiz tayyor. Bu tort uchun menda yarim soatgina vaqt ketdi. Albatta shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Videoni saqlab, yaqinlarga ham jo'natib qo'yishni unutmang.